Xo'p, oldin biz bilaylikki, botanika, ya'ni 6-sinf botanika kitobi nimani o'rganadi? Bunda botanika so'zi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, botani ko'kat, o't, o'simlik degan ma'noni anglatadi. Ana endi botanika kitobining boshida dastlab biz o'simliklarni yoppasiga o'rganib keta olmaymiz. Ya'ni o'simliklarni alohida o'rganiladigan fanlarga bo'lib, ana undan keyin o'rganamiz. Va shular jumlasidan birinchisi bu morfologiya. Morfologiya degani o'simliklarni biz tashqi tuzilishini o'rgansak, bu morfologiyaga asoslanadi. Misol uchun bizda jarjaq o'simligining poyadagi barglarining bandsiz joylashgani. Biz qarang, o'simlikka qaraymiz-ku, ana shunda o'simlik haqida qanchalik axborot olsak, biz uning morfologiyasi, ya'ni bir qaraganda ko'zimiz bilan tashqi ko'rinishi jihatdan axborot olishimiz, uni o'rganadigan fan morfologiya hisoblanadi. Undan keyingisi bu anatomiya. Anatomiya bu o'simliklarning ichki tuzilishini. Qarang, morfologiya bu o'simlikning umuman tashqi tuzilishi haqida axborot bersa, anatomiya uni endi biz ichkarisiga kirib o'rganamiz. Uning ichki tuzilishi haqida axborot beradigan fan hisoblanadi. Xo'p, undan keyingisi bu fiziologiya. Fiziologiya degani ma'lum bir organ yoki ma'lum bir qismni ish funksiyasi. Ya'ni fiziologiyada qaysidir organ qanaqadir funksiyani bajarishini o'rganamiz. Misol uchun, barglarni men suv bug'latadi yoki ildiz tuproqdan oziq moddalarni shimib oladi degan jumlalarni ishlatsam, demak bu fiziologiyaga to'g'ri keladi. Xo'p, undan keyingisi sistematika. Biz o'simliklarni o'rganishda ularni yoppasiga o'rganib keta olmaymiz. Ya'ni ularni guruhlarga bo'lib, qarindoshligiga binoan avval guruhlaymiz, ana undan keyin o'rganamiz. Sistematika bo'limi bu faqat o'simliklarni guruhlarga ajratish. Uni poyasi, guli, ichki tuzilishi, tashqi tuzilishiga qarab guruhlarga ajratish hisoblanadi. Embriologiya, embrion so'zi homila degan ma'noni anglatib, embriologiya fani bu ko'payish jarayonlarini o'rganadi. Biz bilamizki, o'simliklar ham jinsiy va jinsiz usullarda bo'linib ko'payadi va bular orasida jinsiy ko'payishni embriologiya fani bizga o'rgatadi. Xo'p, undan keyingisi bu geobotanika. Biologiyani o'rganish mobaynida biz asosan uning atamani ma'nosidan kelib chiqishimiz kerak. Ya'ni geo degani bizda yer degan ma'noni beradi, botanika o't, o'simliklar. Endi bizda shunday ma'no kelib chiqyaptiki, yer yuzida o'simliklarning tarqalish qonuniyatlarini bizda geobotanika o'rganadi. Yer yuzida o'simliklarning tarqalish qonuniyati geobotanikaga asoslangan. Ekologiya degani tashqi muhit bilan o'simlik o'rtasidagi munosabat hisoblanadi. Ya'ni o'simliklarni tashqi muhit bilan o'zaro aloqasi. Xo'p, undan keyingisi bu paleobotanika. Paleo degani qazilma holdagi, botanika o'simliklar degan ma'noni beradi. Ya'ni qazilma holdagi o'simliklarni o'rganish yokida o'simliklarning avvalgi ajdodlarini o'rganish va avvalgilariga qarab hozirgilarni o'zaro taqqoslash kabi jarayonlarni bizda paleobotanika fani o'rganadi. Demak, biz hozir bo'limlarni ko'rib chiqyapmiz va bizda atigi 3 ta bo'lim qoldi, ya'ni 3 ta soha. Birinchisi algologiya, briologiya, lexeologiya. Bularni o'zaro chalkashtirib yuborish biologiyaga endi kirib kelgan odamga chalkashtirib yuboradi. Shuning uchun algologiya hamisha suv o'tlarini o'rganadi. Siz bilmaysiz hali qaysi suv o't, qanaqa suv o't, u gap hozircha kerak emas bizga. Bizga shunchaki algologiya deganda suv o'tlarini o'rganadigan bo'lim degan axborot miyangizda hosil bo'lsa bo'ldi. Chunki suv o'tlarini biz 6-sinf yakunida xudo xohlasa o'rganamiz. Xo'p, briologiya sohasi yo'sinlarni o'rganadi. Boya aytganimdek, siz yo'sinlar haqida hali hech qanday tushunchaga ega emassiz. Shunchaki briologiya yo'sinlarni o'rganuvchi soha desangiz bo'ldi. Xo'p, undan keyingisi lexeologiya. Lexenologiya bu lishayniklarni o'rganuvchi soha. Demak, biz sohalarni ko'rib chiqsak bo'ladi. Morfologiya tashqi tuzilishni o'rganar ekan, anatomiya ichki tuzilishini, fiziologiya unda kechadigan fizik jarayonlarni, geobotanika yer yuzida tarqalishini, embriologiya ko'payish jarayonini, algologiya suv o'tlarini, briologiya yo'sinlarni, lexenologiya lishayniklarni o'rganuvchi sohalar ekan. Endi biz asta-sekinlik bilan biologiyaga kirib kelamiz. Ya'ni gulli o'simliklarni o'rganamiz. O'z hayoti davomida gullab meva hosil qiladigan har qanday o'simlikni biz
gulli o'simliklar deymiz va gulli o'simliklarning yer yuzida 250 mingdan ortiq turi bor. Qarangda, gulli o'simliklar juda ham ko'p g'aroyibotlarga ega, ya'ni ularni tuzilishi jihatdan bir-biridan farq qilgani kabi kishini hayratga soladigan navlari, ya'ni turlari ham bor. Misol uchun Seychell palmalari. Seychell palmalari bu 10 yil mobaynida pishib yetiladi. Bittagina yong'oq shishasining og'irligi 25 kilogrammga keladi va ular Seychell orollarida uchraydi. Shuning uchun ham Seychell palmasi nomini olgan. Undan keyingisi Meksika kaktuslari tanasida 200 litrgacha suv saqlaydi. Ajdar daraxti Kanari orollarida uchraydi, 6000 yilgacha umr ko'radi. Rafflesia guli dunyodagi eng yirik gul hisoblanadi. Uning diametri 1 metrga keladi. Demak, bu g'aroyibotlar bir-biridan keskin farq qiladi va ularning har biri turli xil joylarda uchrab, kishini o'ziga tortadi. Xo'p, undan keyingisi noyob mevali o'simliklar bor. Bizda pista, bodom, safsanlar tabobatda ishlatamiz. Ya'ni qadimdan Ibn Sino kabi buyuk olimlarimiz tomonidan tabobatda ishlatilib kelinadigan o'simliklar. Bularga chakanda, isiriq, namatak va suv qalampiri. Chorva mollari uchun to'yimli ozuqabob bo'lgan o'simliklarga shuvoq, yantoq, beda, sebargi, izin, kiruk, saksaul va javdar kabi o'simliklarimiz kiradi. Xo'sh. Undan keyingisi gulli o'simliklarning organlari. Biz gulli o'simliklarning organlarini ikkita katta guruhga bo'lamiz. Birinchisi generativ a'zo, ikkinchisi vegetativ a'zo. Generativ a'zoga gul, meva, urug' ham kiradi. Vegetativ a'zoga poya, barg hamda ildiz kiradi. Generativ organlar bu o'simlikning ko'payish jarayoni bilan aloqador. Ya'ni generativ organlarning faoliyati ularning ko'payish jarayoni bilan aloqador hisoblanadi. Vegetativ organlar o'simlikning o'sish jarayoni bilan aloqador. Ya'ni generativ a'zolar evaziga o'simlik ko'payadi, vegetativ a'zolar evaziga o'simlik o'sadi va rivojlanadi. Endi biz hayotiy shakllarga keldik va bu bizda 3-mavzu. Hayotiy shakllar degani o'simliklarning tashqi muhitga moslashish darajalari. Bular daraxt, buta, yarim buta, ko'p yillik, 2 yillik va 1 yillik, ya'ni 6 ta kategoriyaga bo'linadi va ularning har biri bilan hozir bittama-bitta gaplashib chiqamiz. Birinchisi daraxt. Daraxt degani tanasi yog'ochlashgan, bitta yo'g'on tanali, baquvvat ildizli, keng shox-shabbali o'simliklar kiradi. Bularga g'uj va tik bo'lsa, terak bilan qarag'ay, shoxi yoyiq. Qarangda, g'uj va tik, shoxi yoyiq, shasmo degan tushunchalar ularning shox-shabbasi haqida axborot beryapti. Xo'p, g'uj va tik degani daraxt shoxlari tik-ku, lekin bir-biriga zid joylashgan degani. Bularga terak bilan qarag'ay kiradi. Shox-shabbasi yoyiq degani atrofga yoyilib o'sgan degani. Bularga olma, o'rik, yong'oq va shaftoli kiradi. Shox-shabbasi sharsimon, ya'ni bir qaraganingizda xuddi chizilgandek sharga o'xshab tursa, bu sadaqayrog'och o'simligi sharsimon shaklidagi nima hosil qiladi. Bundan tashqari, ustoz yozgan bu yerda saksaul, baobab, banyan, kamxastak, jukka, anjir, soxtakashtan, tuxumak, oqakatsiya va glidichiya kabi o'simliklarimiz ham hayotiy shakli daraxt, lekin bu o'simliklar Xo'p, saksaul, baobab, banyan, kamxastak, juka, anjir, soxtakashtan, tuxumak, oqakatsiya va glidichiya kabi o'simliklarimiz ham bor. Bularni bejizga bu yerga yozishmagan sabab ular hayotiy shakli daraxt, ammo 10-11-sinf kitoblarida berilgan-u aynan nima? Qisqa joylarda berilib ketilganda, ya'ni daraxt degan alohida mavzuda bularni topa olmaysiz. Shuning uchun ham ustoz bu yerga daraxtlar nimasiga bularni kirgizgan. Xo'p, butalar bir nechta yog'ochlashgan tanaga ega bo'lgan, ildizdagi kurtakchadan yangi novda hosil qiladigan va bo'yi 2-3 metrdan oshmaydi. Demak, men sizdan agar so'rasam, shunday ma'lumot aytingki, menga buta daraxtdan farq qilsin desam, birinchi ma'lumot bo'yi 2-3 metrdan oshmaydi deysiz. Ikkinchi ma'lumot ildizdagi kurtakcha yordamida yangi novda hosil qila oladi deysiz. Bularni madaniy butalar anor, limon, apelsin, qoraqat, nastarin va ligistrum kiradi. Yovvoyi butalarga irg'ay, namatak, bodomcha, maymunjon, singirtak, zirk, uchqat va kalena kabi o'simliklarimiz kirar ekan. Keyingisi
bu yarim butalar va ko'p yillik o'simliklar. Bejizga yarim butalar bilan ko'p yillik o'simliklar mana bunday joylashtirilmagan. Sabab, qarang, agar poyasining yuqori qismi qishda sovuqib ketadi desam, bu yarim butaga tegishli ma'lumot bo'ladi. Agar yer ustki qismi butunligicha sovuqib ketadi desam, ko'p yillik o'simlikka tegishli ma'lumot bo'ladi. Xo'p, yarim butalarning poyasining ustki qismi qishda sovuq urib ketadi va ular asosan cho'l sharoitida uchrovchi o'simliklar kiradi. Bularga ezin, kiruk, teriskin, sashizan, shuvoq kabi o'simliklarni kirgizishimiz mumkin. Ko'p yillik o'simliklarning yer ustki qismi to'liqligicha sovuq urib ketadi. Bularga beda, ajri, g'ummoy, sachrotqi, gulsafsar, sallagul, yalpiz, kovrak kabi o'simliklarimiz kiradi. 12 ta o'simlik berilgan adashmasam 6-sinf kitobida va buni har birini siz yodlashingiz shart. Undan keyingisi 2 yillik o'tlar va 1 yillik o'tlar. 2 yillik o'tlar degani birinchi yil urug'dan ko'karib chiqib vegetativ organ hosil qiladi, ya'ni ildiz, poya, barg hosil qiladi. Ikkinchi yil gullab meva beradi. Ana endi sizda tushuncha hosil bo'ladi. Chunki 2 yilliklarga lavlagi, sholg'om, sigir quyruq, sabzi kabi o'simliklar kiradi. Yo'q, ustoz, biz uni birinchi yilning o'zida iste'mol qilamiz-ku degan tushuncha paydo bo'lsa, bu bejizga emas, chunki siz hech qachon lavlagi, sabzi va sholg'omni mevasini iste'mol qilmagansiz. Siz lavlagi bilan sabzini va sholg'omni ildizini o'zida ozuqa modda to'plagan qismini iste'mol qilgansiz. Agar unga teginmasangiz, u joyida qishlaydi, ya'ni qor tagida qoladi. Kelasi yildan bizga mayda-mayda kichkina urug'chalar hosil qilib beradi. Mana sizga jarayon to'liq tushuntirilyapti. Urug' ekiladi, birinchi yil ko'karib chiqadi vegetativ organlar, ikkinchi yil mana bunday sabzi hosil bo'lyapti va biz buni iste'mol qilamiz. Agar bunga teginmasak, u qishlaydi. Kelasi yilda esa mayda urug'cha hosil qiladi. Xo'p, 1 yillik o'tlar, bularga bug'doy, arpa, zig'ir, yong'oq, mosh, loviya, pomidor kabi bir qator o'simliklar kiradi. Bular asosan kundalik turmushimizda iste'mol qiladigan o'simliklarimiz hisoblanadi. 1 yillik o'tlar degani 1 yilning ichida ham o'sadi, ham rivojlanadi va ana shu yilning o'zida butunligicha nobud bo'lib keta oladigan o'simliklarni biz 1 yillik o'tlar deymiz. Xo'p, biz hozir o'simliklarning hayotiy shakllarini o'rganib chiqdik va hayotiy shakliga ko'ra o'simliklar 6 ta guruhga bo'linadi. Daraxt, buta, yarim buta, ko'p yilliklar, 1 yilliklar va 2 yilliklar. Men hozir 6-sinfdan sizga 3 ta, ya'ni dastlabki 3 ta mavzusini tushuntirib berdim va bugungi darsimiz tugadi.